Salom obunachilar. Sizlar bilan men Shahzod Kraf. Bugungi videomizda biz sizlar bilan o'tgan safargi video yerdan epik narsalar chiqadigan videoning davomi ikkinchi qismini olyapmiz. Mana shu joyda to'xtagan edik. Men u yoqqa o'zim karavat qo'ydim va karavatga bosib qo'ydim. O'lsak ham endi shu yoqdan tirilamiz. Mana shu yerda joy bor ekan. Endi portalga borishim kerak va uni koordinatalarini ko'rdim. Saksonga -304 edi. Shunday ekan. Shu tomonga borishim kerak. Bu videoda men birinchi buni ham olib olganman, keyin ovoz beryapman. Lekin muammo ko'p bu videoda. Video o'chib ketaverdi. Shuning uchun video yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin. Oxirigacha ko'rasizlar, o'zlaring bilasizlar. Bu yerda ham yo'l yo'q ekan, ketamiz. Ghost meni ko'rmaslik kerak. Bitta go'sht qoldi chunki. Boshqa yegulik ham yo'q umuman. Ko'rmadi, yaxshi. Endi portalga yaqin kelyapman ancha. Mana shu blokda nimagadir sekin yuradi. Botib qoladimi? Yo'l shu tomonda bo'lsa kerak. Yo'l bo'lsin, endi shuncha kelganim sekin-sekin. Yo'l yo'q ekan, qaytamiz. Mana shu yerda ham men kelganman bu yerga. Oldin ham bo'lganman. U video ham o'chib ketdi. Mana shu yerda men qurgan narsalarim bor. Mana oldin shu yerlarda blizlar bilan jang qilib yig'dim hamma narsani. Lekin endermenda muammo bor. Meni bu modda nimagadir endermenlar chiqmayapti yo'limdan. Chiqsa ham jemshik bermas ekan. Shuning uchun o'zim olib olganman jemshikni ham kreativ rejimida. Mana shu o'rtalardan blok qurib keldim hozir. Lekin u video ham o'chib ketdi. Mana shu o'rtalarda men blok qurgan bo'lishim kerak. Bu yerga kelish uchun boyagi yo'ldan. Tagida lava bor ekan. Mana shu yerdan blok qurgan edim. Shu yerlardan kelgan edim. Bu yoq yo'lni uncha emas. Mana shu yerdan tepaga chiqqanman. Bu yoq esa esda qolmadi. Video chunki o'chib ketgan, shuning uchun ko'rsatyapman. Obsidiandan portal qurib olaman. Portalni topa olmadim. Shu yerdan portal qursam, menimcha balandlikka chiqsam kerak. Tog'larning ostidan chiqmayman. Portal quramiz, ketamiz. Keldik, mana yaxshi joydan spawn qildi, yerning ustidan, pastlardan emas. Aytgancha men hali beri kreativ rejimidaman. Survival qilib olaman. Endi yasaymandani ulardan ender pearl yasayman. Ko'z, ya'ni portal topadigan, shu bilan portalni topib borishim kerak. Ikkita o'chirib yuboribman, sinmasa kerak. Bittasi sindi. 15 ta qoldi. Buni yetkazishim kerak. Hali portalda nechta bor bilmayman. Shu tomonga dedi, shu tomonga yuraveraman. Qishloq ko'rindimi? Qishloq topdim. Boraylikchi.
Ozuqa qolmagan edi. Shu yerdan topib olsam yaxshi bo'lar edi. Bunda hech nima yo'q. Bunisida ham hech nima yo'q bo'lsa kerak. Sandiq yo'q, kichkina uylar. Bo'sh bo'shga qo'yib qo'yibdi. Nimaga qo'yasan bo'sh bo'lsa? Ya, bu nima qildi? Nima sotar ekan bu? Keraksiz narsalar. Bu uyda menimcha sandiq bor, katta ekan. Sandiq bor ekan. Keraksiz ekan, lekin ichidagi narsalar. Davom etamiz yo'lda. Keyingi uy ham chiqdi. Karavat kerak aytgancha menga portalning yoniga entika olib borar ekan, respawn qilib qo'yishim kerak. Yomg'ir boshlab yubordi. Hech nima ko'rinmayapti uncha. Kech ham bo'ldi menimcha. Uzoqlar ko'rinmay qoldi. Tuman bo'lib. Uni hozir tozalab yuboraman. Bu uyda ham sandiq bo'lsa kerak. Borkan sandiq. Ko'p ozuqa topdim anchagina. Oltinni boya cho'chqalarga narsaga almashaman deb edim, lekin cho'chqa chiqmadi yo'limdan, almashar ekan. Shuning uchun oltin olmoqchiman. Galim bilan urishsammikan? Mayli, tegmadi, endi urishib o'tirmayman. Bu uyda ham sandiq bormikan? Tepani ko'ray. Bor ekan. Nima bor? Zumrad bor ekan. Bo'ldi, bu yog'i menga uncha kerak emas. Lekin baribir olaman. Olib oldim zumradni ham. Oldida yuramiz. Bular kerak emas, maydalashib o'tirmayman, video cho'zilib ketadi. O'chiraylik, chiqay. Hali biz shu tomonga o'chyapti. Bu yerda men yana bir qishloq topganman. Shu qishloqdan mana narsa olyapman. Juda ko'p edi bular, hammasini olib o'tirmadim. Bu oltin olmay olganman. Bu yerda ham video qirqilgan, yo'lda davom etyapman. To'liq bo'lsa juda ham uzun bo'lib ketardi, chunki bitta videoga oldim, 40 dan video yana o'chib ketdi. Boshdan boshlab qildim keyin. Shuning uchun video yarim soatdan ham vaqt ko'payib ketdi va o'chirdim. Sinmadi, ikkalasi ham tushdi. Hali beri shu tomonga o'chyapti, davom etamiz. Portal chiqmay ketdi. Qo'ylar endi kerakmas bizga. Yota qolib oldim. To'g'riga boraveray, oxirgi marta shu tomonni ko'rsatgan edi. Ana, hali beri kelmadik. Effekt olishim kerak, menimcha tez yurayotgan effektdan. Yana qishloq chiqdi. 3-marta qishloq topishim, lekin boshqa videolarda qishloq topaman deb o'ynasam, qishloq uncha-munchaga chiqmasdi. Yomg'ir boyidan beri yog'yapti, tozalaymiz uni ham. Vaqtni ham kunduzi qilamiz. Effekt olamiz yaxshisi. Bu necha sekundligi ekan, 100 soniya bizga yetsa kerak. Kuchi 255 qildik. Uni yurishini qarang endi. Bir qadamda yetib boryapti. Sakrab jarga quray dedim-a. Orqaga qaytish kerak menimcha. Bu yoqdan okean boshlanib ketadi.
Shu yerda ham bir uchirib ko'raman. Agar okeanga desa, kemada ketaman. Okeanga desa kerak. Ya, orqaga qaytdi. O, yaxshi yaqin qolibmiz portalga. Portalga yonimizda ekan. Portalga boramiz endi. Yonimizda piyoda borsak ham bo'ladi, effekt kerak emas. Menda sut yo'q. Sut olib effektni ketkazishim kerak. Buni ham yaxshi kod kirgizib qilaman. Aytgancha bu mod sizlarga ham kerak bo'lsa, albatta Telegram kanalimga bu modni ham tashlayman. Telegram kanalim silkasi YouTube kanal opsiyasida bor. Telegram kanalimiz deb yozib qo'yganman. Shunga o'tib bemalol bu modni olishingiz mumkin. Yerni sindirsangiz sizlar ham shunaqa epik narsalar tushadi. Yaqin keldik portalga. Shu quduqni ichida bo'lsa ya portal, quduqdan kavlardim. O, yana orqaga qaytdi. Juda yaqinmiz portalga. Sinmasin, bittasi sindi, 14 ta qoldi. Yana ikkita uchdi. Yana bittasi sindi. 13 ta qoldi, kamayib ketyapti. Oldu. Quduqdan aytdim o'zim, shu quduqdami degandim. Quduqda ichidan kavlayman endi. Bu yerdan chiqarmikan lekin. Qachon yetib boraman, nafas ololmay qolyapman. Shuning uchun blok kerak menga, ustimdan to'sib qo'yaman. Menda menimcha blok bor edi. 30 ta blok bor ekan. U bilan o'zimni to'liq o'rab tashlayman. Bo'ldi, endi jon ketmaydi suvda, havo ololmayapsan deb. Effekt olib olamiz bunda, albatta yorug'lik effekti. Buni vaqtini ham 100 soniya qilsak yetsa kerak. Buni yorug'lik darajasi muhim emas. Yorug' bo'lsa bo'ldi. Mana bo'ldi, endi kavlab tushamiz. -50 balandlikda ekanman. -50largacha kavlayman. Agar chiqmasa, spektator rejimida qarab ko'raman. Chunki ko'z aynan tushgan joydan sal o'ng tomonidan kavladim. Chiqmayapti portal. Chiqish kerak edi 30-balandliklarda. Mis chiqdi, keraksiz narsa. Portal chiqsin endi. Portal ham chiqmay ketdi. Lazerit chiqdi, bu ham kerak emas. Men qurolni kuchaytirishga uncha qiziqmayman. -30-balandlikka keldim, hali beri chiqmadi. Oltin ham chiqdi. Oltin olmay yasasam bo'ladi. O, chiqdi. Menda oltin blok bor edi, oltin olmay yasab olsam bo'ladi hozir. Sandiqda nima bor ekan? Keraksiz. Vaqt tugayapti ekan, effekt tez portalxonani topish kerak. Qorong'i bo'lib qoldi. O, topdim. Yaxshiyam orqaga ketibman. Hozir oldinga ketib qolmoqchi edim. Nechtasi bor ekan?
Bittasi bor ekan. Hozir menda kam bo'lganda, agar 10 ta bo'lganda yetmas ekan. Endi bu yerda to'liq jangga tayyorlanamiz. Yotoq qo'yib qo'ydim. Olmos yasab olaman. Olmosdan aslahalar yasashim kerak. Yog'och yo'q aytgancha menda daraxt umuman sindirmadim. Yog'och olib olaman. Verstak kerak chunki. Daraxtni menimcha shunday turi bor edi. Shundan olaman. Farqi yo'q daraxti qandayligini. Shunisi esimda bor. 10 ta yetsa kerak. Boshqa narsalar yasashimga ham kerak. Shuning uchun 10 ta oldim. Olma ham olib oldim. Ajdarni chunki yengib ko'rmaganman uncha survival rejimida. Yenga olmasam kerak. Mana bitta chest play yasayman buni. Zirhlar menimcha keldi chunki qo'lim to'la edi, tushmadi. Ha, kelibdi. Faqat 3 ton qolibdi. Shart emas u. Ketdik jangga. Yetib keldim. Shu joydan teleport bo'lishimni bilib, men ham yog'och olib kelgan ekanman. Buni shu yerda ishlatib yuboraman. Ajdar bilan jang bo'ladi endi bu yog'ochga. Yog'och yetsa kerak menimcha. Ha, keldim, yetadi bemalol. Endermenlarga qaramaslik kerak muhimi. Qayerdan chiqsam ekan, chiqadigan yo'l yo'q. Shu yerdan ketaman. Yaxshisi. Ochiq joy ko'rindi. Yo'l bor ekan mana. Ajdarning yoniga boraman. Mana ularni sindirish muammo bo'ladi-da, sindirmaganman uncha. Uni sindirish uchun ancha vaqt ketadi. Blok ham qolmadi menda. Menimcha loy blok bor edi-yu. Yo'q ekan blok. Endi kot-kot blok olishim kerak. Bir stak olsam yetsa kerak. Shu yerdan kamondan boshqalarni ham olib o'tirsam bo'ladi. Ajdar uloqtirib yubordi. Endi portlatayotgandim birinchi kristalni. Endi bu blok kerak emas. Jemshik olib olaman o'rniga. Kristalni ham kreativda sindirsammikan? Jemshik oldim. Bir stak olaman, buni ham yetadi. Mana bu yoqda yo'l bor ekan, boya ko'rmagan ekanman. Tegmaydi o'qincha unchaga. Shuning uchun buni ham kreativda sindiraman. Bu ham tushmadi joyiga. Ajdar ham hamma joyga tupurib tashladi. Orqa tomonga tushdi. Bu yerdan endi yana chiqish kerak. Enderman meni o'zidan o'zi uryapti. Chopib yuborish kerak unaqa endermenlarni. Jemshik bundan ham tushmadi. Nimagadir tushmaydigan bo'lib qolgan bu. Resus parkdan menimcha. Yonda yursam hozir enderman ursa tushib ketishim mumkin bo'shliqqa. Bu yerdan esa yetib bormaydi. Bitta yo'li bor. Bu ham bo'lsa kreativ rejimida.
Mana kreativ rejimida uni sindirib oldim hamma kristallarini. Endi survival rejimida bun bilan jang qilish qoldi faqat. Shu yerga o'tirib olaman. Menimcha bu yerdan uchira olmaydi ham, tupura olmaydi ham bu yerga. Qo'l yetmayapti, o'tirdim. Qilichim sehrlanmagani uchun uncha jon yemayapti, lekin sehrlash uchun ko'p vaqt ketardi. Undan ko'ra o'ltirib bo'laman sehrlanmagan qilichda, unga ketgan vaqt ichida. Qoldi yana tupurgiga tushdim. Olmay yuboraman. Endermenlar yana meni quvyapti. Endermenlar yana meni quvyapti. Ashlar joni yarmidan kamroq qoldi. Yana uchib ketdi-da. Hamma endermenni o'ldirib yuboraman kelsa. Bunisidan jemshik tushdi. Tushmayotgandi shu paytgacha. Har 3-4 tadan tushyapti. Unda yig'ish qiyin bo'lardi, video ham cho'zilardi. Ashlarga 1-2 zarbam tekkanda o'lardi-da. Endi bu qo'rqoq kim qachon qo'nsa kerak. Qondirsa tez chavib yuborish kerak. Ozgina uchmay tur. Yetdim. Ajdarni ham o'ldirdim. 13 darajam hozir ko'ramiz. Bundan tushgan darajalarni yig'sam necha bo'ladi? Video shu joyida o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr, hammaga rahmat. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turing. Profilda birinchi qismi bor. Xayr.